Alisher Navoiyning mundaq bir so'zi bor. Odamiy irsa demagil odamiy, aninki yo'q xalq g'amidan g'ami dedi. Buning ma'nosi sen odamli bo'lsa odam dema. El, vatan, davlatning g'amini yemagan bo'lsa, u odam emas deydi Alisher Navoiy. Demakchiman biz mush vatan, xalq, elning g'amini yeyishni Uyg'urning etikasi yoki Uyg'ur qimmat qarashining markazi deb bilamiz. Endi o'zimni tuyushtirsam, Uyg'ur klassik adabiyot sohasida va Uyg'ur adabiyot sohasida izchil tadqiq qilayotgan bir suhbat bilan deyalaymanki, Uyg'urningki oddiy bir shoir bo'lishi mumkin, Uyg'urning oddiy bir fikr qiluvchisi bo'lishi mumkin, Uyg'urning odatli bir jamoat arbob bo'lishi mumkin, oddiy bir o'qituvchi bo'lishi mumkin. Tarjimonini qisqalab aytsam, 92-yili aynan aytsam Shinjon Pedagogik universitetiniki Uyg'ur tili adabiyot kasbiga o'qish kirib 97-yili o'qish bitirdim. Urumchida to'liq o'rta maktabning Uyg'ur tili adabiyot o'qituvchisi bo'lib 8 yil atrofida ishladim. Bu o'qituvchi bo'lish jarayonida albatta meningki Uyg'ur falsafasi, Uyg'ur etikasi, bo'lib Uyg'ur klassik adabiyot haqidagi tadqiqotlarim uzilib qolmadi. Meningki Yaponiyaga kelgandan keyingi tadqiqotim asosan Uyg'ur davlatchilik falsafasi, Uyg'ur davlatchilik etikasi bo'lib keldi. Sababi nima? Sababi bizning eng muhim masalamiz, eng zarur masalamiz, ya'ni yo'qotib qo'ygan narsamiz eng kuchlar Uyg'ur davlati. Ya'ni mushu xosiyatlik bir eng kuchlarni biz yo'qotib qo'ydik. Mushu xosiyatlik eng kuchlarni biz qo'limizga tushamagicha Uyg'ur bo'lolmaydi. Siz bo'lolmaysiz, men bo'lolmayman. Biz inson bo'lolmaymiz. Ya'ni insonning mohiyati aslida davlatchilik xarakteriga ega, ya'ni siyosiy xarakterdagi bir mavjudiyat. Yani Aristotel shunday aytgan va undan keyin nurg'un faylasuflar insonning mohiyati nima degan masalaga vaqtda davlatchilik mohiyatini birinchi o'ringa qo'ygan. Xo'sh. Mushu ma'noda qarab vaqtda men davlatchilikni Uyg'ur uchun eng zarur, eng muhim va mangulik tema deb qaradim va ta bugunga qadar mayli Uyg'urlar uchun bo'lsin, mayli yaponliklar uchun bo'lsin, ammo shu temadagi tadqiqotlarning natijasini yo'llab keldim va 2019-yili Uyg'ur davlatchilik falsafasi degan temada doktorlik maqolasini yozib, falsafa fanlari bo'yicha doktorlik ilmiy unvoniga erishdim. Bu Yaponiyaning Kyushu universiteti. Yaponiyaning Kyushu universiteti albatta Yapondagi 4 chong imperiya universitetining birisi. Tokyo universiteti yoki Osaka universitetiga o'xshash Yapondagi eng nopozliq kirishmi tas, chiqishmi tas bo'lgan bir soha, bir kasb. Demak, shu sohada Uyg'urlarningki eng muhim bo'lgan temasini tadqiq qilish uchun 10 yillab vaqt sarf qilib, ya'ni yaponliklar kutgandek, bizning rasmiy kasbiy faylasuflarimiz kutgandek bir shaklda buni tamomlab yapon xalqiga sungan bo'ldik. Buningki natijasini og'zaki bir shaklda turli axborot vositalari orqali jamoatga sungan bo'ldik. Men hozir Yaponiya Uyg'ur jamiyatininki doimiyat a'zosi, shunaqla yapon xalq uchun maxsus Uyg'ur tarixi, Uyg'ur adabiyoti, Uyg'urning filologiya sohasini kasb qilib o'tadigan Uyg'ur filologiya institutininki mas'uli bo'lib ishlayapman. Mening har kunim davomli o'rganish tadqiqot oldida.